Assalomu alaykum, hurmatli Taxiatosh tuman aholisi. Prezidentimizning 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi birinchi sonli qarorning ijrosini ta'minlash borasida tumanimizda bir qator ishlar amalga oshirildi. Jumladan, mahallalarning asosiy kirish-chiqish joylariga, aholi gavjum joylari va ko'chalarga, ko'p qavatli uylarning hovlilariga, maktab va maktabgacha ta'lim muassasalarining kirish-chiqish joylari va ochiq sport maydonlariga, shuningdek tumandagi yirik savdo markazlari va bozorlar hududlarida video kuzatuv yuzni va avtoraqamlarni tanib oluvchi kameralar o'rnatilib, yuqoridagi hududlar to'liq nazoratga olindi. Ko'p qavatli uylarning eshiklariga zamonaviy domofon komplekslari o'rnatildi. Xonadonlar hamda savdo va maishiy xizmat ko'rsatish obyektlarini qo'riqlash bo'limi tomonidan texnik qo'riqlovga olindi. Albatta, yuqoridagi sa'y-harakatlar avvalambor tumanimiz aholisi uchun xavfsiz muhitni yaratish va ularning mol-mulkining ishonchli himoyasini ta'minlash maqsadida amalga oshirilmoqda. Ushbu murojaat orqali tuman hududida huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish va uning samaradorli profilaktikasini tashkil qilishda siz azizlar bilan birgalikda kurashishimiz lozim bo'lgan jihatlarga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Xususan, o'tgan davr ichida tumanimizda 57 ta jinoyatlar axborot texnologiyalari yordamida sodir etilganligi, shundan 49 tasi holatda o'g'irlik va 9 ta holatda esa firibgarlik yo'li bilan fuqarolarimizning jami 100 million so'mdan miqdoridagi pullar o'zlashtirib olinganligi hammamizni yanada hushyor bo'lishga undaydi. Hurmatli tumanimiz aholisi, axborot texnologiyalari yordamida sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlarning jabrlanuvchisi bo'lib qolmang. Buning uchun esa telefon orqali asosan rus tilida o'zini bank xodimi, turli kompaniya va davlat organi vakillari yoki shu kabi boshqa soha xodimlari deb tanishtirgan begona shaxs haqida muloqotga kirishmasdan mahallangiz profilaktika inspektoriga xabar berib, holatga oydinlik kiritib oling. Ularga shaxsingizga oid ma'lumotlarni taqdim qilmang. SMS xabarnomalar orqali kelgan kodlarni ularga aytmang. Telegram messenjeri orqali video yoki rasmdagi sizning eski rasmingizni topdik va shu kabi boshqa nomdagi fayllarni ochmang. Internet magazinlar orqali savdo qilganingizda imkon qadar mahsulotni olmaguncha oldindan to'lov qilmang yoki internet magazinlarining haqqoniyligiga ishonch hosil qilgandan keyingina oldindan to'lov qiling. Bank plastik kartasi kodlarini begona shaxslarga aytmang. Aziz fuqarolar, tumanimiz hududida sodir etilayotgan har qanday huquqbuzarlik holatlari to'g'risida biron bir ma'lumotga ega bo'lsangiz, zudlik bilan 102 qisqa raqamiga yoki hududiy profilaktika inspektorlariga xabar berishingizni so'rayman. E'tiboringiz uchun rahmat.